ehsonga bo'lgani uchun men qo'shaman. Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Olsam nima bo'ladi, qo'shsam nima bo'ladi? Olsangiz ehsondan pul olgan bo'lasiz, qo'shsangiz ehsonga pul qo'shgan bo'lasiz. Yo'l kiraman. Yo'l kirasiz. Rozi bo'lib bering faqat aka. Roziman. Rozimisiz? Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Qo'shamiz albatta. Kam bo'lsa ham chin ko'ngildan. Rahmat. Sizga ishonamiz. Nimaga ishladingiz bunga pul qo'shsam? Ehsonga aka. Ehsonga Ha. bo'lsa qo'shaman. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Ehsonga bo'lsa men shu atagarimni qo'shaman deydi. Bunlar ham chalkashib ketdi. Ha mana. Mana bu shu pul tushganiga juda xursand bo'lib ketdim. Ehsonga bo'lgani uchun men qo'shaman. Rahmat, rozimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Sizga yaxshi insonlar pul berib yuborgan. O'sha pullarni men siz uchun yig'ib keldim. Mana xola. Bu pul bir kunda qancha savdo qilasiz? Savdo yaxshi bitta 300 dan 500 dan qoladi. 200-500 da. Bu yerda undan ko'p pul bor. Xudo xolasa bugun uyga borib dam oling, maylimi? Katta yerlarga qo'shganlarni qo'sha qara. Alloh. Siz ham qo'shganlarni qo'sha qara deng. Mayli, Rahmat, xolajon. Xursandmisiz? xursandman.